Assalomu alaykum azizlar. 18-mart kuni Kogon yangi bozoridan Soyibkor bozorining hududida joylashgan 62 ta savdo do'kon auksionga chiqqan. 18-mart kuni ulguringlar, 32 ta savdo do'kon o'yinga chiqadi. Auksion orqali yutib olinglar azizlar. Hozir ichkariga kiramiz, batafsil Optim bozorini ko'rsatamiz azizlar. Ayrim do'konlarga azizlar arendachisi tayyor. Xohlasangiz o'zingiz savdo qilasiz, xohlasangiz arenda qo'yasiz. Tayyor arendachisi bilan azizlar. Azizlar, hozir grafikni ko'ramiz. Auksion yagona elektron tizimga 62 ta o'sha do'konlar sanalarida chiqadi. 18-mart, 24-mart, 1-aprel va 4-aprelga qadar ana 62 ta bo'ylab do'konlar chiqadi azizlar. Narxlari 120 million sredniy, taxminan 100 millionlik bor, 130lik bor, 118lik bor. Lekin auksionga kirish uchun taxminan 7-8 milliongacha kirish uchun zalog to'lash kerak azizlar. Shoshilinglar. Kogon bozori, Optim bozorini markazidan o'rtacha 15 kvadratdan do'konga ega bo'ling. Auksion, Kogon yangi bozor, Premium Mulk, Sehat dushi va joy ulguringlar.